mu'minlar, o'zingizni ham jamoatingizni jahannam o'tidan saqlaysiz. Ya'ni o'zingiz shariat hukmlarini durust o'tab, jamoatlaringizga shariat hukmlarini durust o'rgatingiz. U o'tning o'tini kishilar ham tashlar. U jahannamga bildirilgan g'azab farishtalari bor. Allah jahannam tahribidan qattiq so'zli, qattiq qo'lli, g'azab qiluvchi quvvatlidir. Allah o'zlarining bo'lgan buyruqlarda Allohga hech xiloflik qilmaslar. Allohdan niki buyruq bo'lsa, shuni ishlarlar. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah Teala Kahf surasında mal ham bolalar dunyo tirikligining ziynatlaridir. Hamma manki qolashaq narsa izgi amallardir. O izgi amallar Alloh huzurida dunyo molidan, kambag'allardan xayrliroqdir. Ne'mat yuzidan ham kishining umid etgan narsasining yaxshirog'idir. Bunda kelgan har musulmon o'zining oilasi uchun javobli. Ham molining, bolalarining bu dunyoning ziynati bo'lib tilidir. Bunun uchun kunini tirishadi. Ya'ni moli mulkatin, aqli, harakatlarin, butun mumkinchiliklarni tabiat ishida kullanadi. Kim seni dinin uchun kerak bo'lgan birgina harfga bo'lsa da yursa, dinda sening otang demak bo'ladi. Bir g'olib aytgancha, kim uning g'olib bo'lgandiri, umrlarin g'iyrat olg'a sarf etgan faqir g'aliblar to'g'rida qayg'ursin. Allohni hurmat etsin, o'ziniki bilan bo'lishsin. Hatto qonun qo'li g'olib bo'lmasa-da, qonun qo'nig'i g'olib bo'ladi. Tarixda fursat mishagina, individual avlodlarni o'tmishagina yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Har kishiga sayoq edib berilgan, lekin natijani Alloh taolo o'zi belgilagan. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Şolar kimler bizden rizalarımız için iştifat eder, elbette biz Allah'ın huzurundan rizalarımız bulgan yola göndereceğiz. Allah Teala ihsan ve amel etmişlerle dünyada yerden, ahirette sevap yürürler. Her bir ata ona özünün tutuşu, işleri hemşerilerinin mütevabbiler, balaları için örnek olup durar. Her bir söz, amel, balalar için örnek. Ata onadan bu gayret olarak balalara düşer. Balalar qomatlilar. Agar oğullar yaxshi o'rnak ko'rsatsa, butun yaxshilik kelajak bo'lgan naslga o'xshar. Agar oğullar yomon o'rnak ko'rsatsa, shular kelajak bo'lgan o'xshar. Kimlarga Alloh o'zining rahmatini bersa, Alloh yomonlik yo'lida albatta qolmaslar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning sahobalari bu masaladan bizga o'rnak. Alloh davlatida Allohning da bolalari odoblari bo'lgan. Tarbiyada da Payg'ambarimiz ham uning sahobalar turmushidan izlagan edi. Jabir radhiyallohu anhuga Payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtda nibara 18 yosh kelasi edi. Uhud sug'ushi oldindan Jabir radhiyallohu anhuning akisi Abdullah radhiyallohu anhu ular söylegan. Mening ishim Payg'ambardan da yaratganlar kishi yo'q. Onlar sen. Men o'zimni ertaga yov qo'rida shahid etib qo'yaman. Sizga shunga ko'ra vasiyatim bor sizga. Ikki narsaga e'tibor ber. Birisi mening bu kishilarga ajatlarim bor. Ikkinchisi mening 9 qizim bor. Bolam uchisi kuyovda, olsa dalil. Ikkinchi kuni Jabir radhiyallohu anhuning akisi vafot bo'lgan. Allohga tavakkalligi orqasida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tarbiyasini olib, bu yigit ajatlarini da qaytaradi, qiz tug'anlarini masjidda qoldirmaydi. Bu yosh kishi javoblikdan yosh bo'lgan qaramasdan qochmaydi. Akilisincha onasi so'zini o'tar uchun butun ishini qo'yadi. 2020-yilda Muhammad Abdul Muqti yozgan bolalarni tarbiyalash bo'yicha jiddiy fikr ismli kitob bosilib chiqqan. U bu kitobni 5 yil davomida tuzgan. Bu kitobda ko'pgina zamoncha tarbiya o'rnaklari o'rin olgan.
Boshqa rivoyat bo'yicha Alloh unga rahmatli bo'ldi, uni g'afur etdi ham jannatga kiritdi deb aytiladi. Ya'ni hadisning aytish kishi o'lna ish turgan bo'ladi. Bir qaraganda quygan shu yengil kirib, lekin ondan chiqib chiqaradi kerak. Qishga chiqqandan so'ng yonida bir bit ishim bog'dan tushirga ham kiri minganda ovozga boshmoqni qolib, biroz bo'lsa da suv olib, meni davomda boboroq ishlaydi. Mana bu aytish kishida suvni Allohning g'afur etishini umid etib chiqarib qo'yadigan bo'lgan ekan. Ko'p yillardan so'ng ulug'aygash, bir ofisda xizmat eta boshlaydi. Atisining qurnagida u yigit kartoshkani qo'ymoqda, shunda suv sovug'i keltirib qo'yadi. Suvni kishilarga doimiy keltirib, bu izgilikni shaytonlar bo'ladi. Bugunda shunday kishilar bor. Masalan, mana 60 ga kirgach, foyda suv sovug'i bor. Hamda tamiz suv bor. Bu suvni bir kartosh bitgandan bitganga keltirib turadi. Bu kartosh vaqtida noxinasi bo'lgan mumkinchiliklardan bu izgilikni ishlovga kullanadi. Kim kishilarga rahmatli, u Allohga da rahmatli bo'ladi. Shunga ko'ra izgilikka fatvolar izlaydi. Alloh izgilik qilib, foyda qilib yurishlardan izla olsin. Boshqalarimiz